Butun O'zbekiston futbolgerlari bu taomni tayyorlab trend qilishgan bir paytda turk kelini bo'lib men tayyorlamasam uyat bo'lardi. Mana bugun turk taomi yog'lama tayyorladim. Bu videoda ham damashni lavash qilishni va iftor dasturxoniga og'izga yoqadigan to'yimli taomni o'rganasiz. Birinchi bo'lib lavashini tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 1 kilo un, 10 gram dro'jja, 1 choy qoshiq shakar, 1 choy qoshiq tuz, iliq sut va suv kerak bo'ladi. Sal qolsa yog' esidan chiqarkan. Yumshoqqina oshirma xamir qilamiz. Xamir oshguncha qiymasini tayyorlaymiz. Quruq tovada rangi o'zgarguncha qiymani qovuramiz. Keyin yog' va yana ham mazali bo'lishi uchun sariyog' qo'shib qovuramiz. Ketma-ketlikda piyoz, qizil, yashil bolgarskiy, tomat, chesnok va ziravorlarni qo'shib, sabzavotlar pishguncha qovuramiz. Ustiga suv quyib, shirali bo'lguncha 15-20 minut pishirib olamiz. Endi oshgan xamirimizni zuvalachalarga bo'lib, videoda ko'rsatilgandek yoyib, tegi yopishmaydigan tovada ikki tarafini qizartirib olamiz. Qaranglar, qanaqa ishib chiqdi lavashlarim. Bu taomni tayyor lavashdan ham qilsa bo'ladi, lekin men sizlarga hamma sekretlari bilan original usulini ko'rsatishni xohladim. 1 kilo xamirdan 13-14 dona lavash chiqdi. Sizlar oila a'zolaringiz soniga qarab tayyorlang. Endi lavashlarni ketma-ketlikda chetini sousga botirib olib, ustiga qiymasini qo'yamiz va dasturxonga ustiga qatiq yoki suzma bilan tortamiz. Yana yangi turk retseptlarini o'rganishni xohlasangiz, meni kuzatishda davom eting. Hammalarga afiyat olsun.